Ot, Shvedni zo'rini boqaman. Bitta ikkita emas, bitta boqaman, zo'rini boqaman degan aka-ukalarimiz bormi? Sizlar uchun mana olib kelib qo'yganman. Assalomu alaykum barchaga. Chorva olami obunachilari hamda bo'g'oz ishqibozlari. Mana bugun sizlarga Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumanidan juma kunga ikkinchi partiya bo'g'oz molimizni chiqaryapmiz. Hafta kuniga juma 2026-yil 20-fevral sanasida sizlar uchun ikkinchi partiyaga bir dona molimiz bor akalar. Ko'rishlaring mumkin. Ikkita emas, bitta boqaman, sifatlisini, zo'ridan boqaman degan akalarga jo'natib qo'yasizlar. Kanalimiz rivoji uchun like va obuna tugmasini bosib qo'yamiz akalar. Obuna juda ham soni kamayib ketdi akalar. Obuna sonini ko'paytirib qo'yaylik, sizlardan iltimos. Obuna tugmasini bosib qo'yamiz va bo'g'oz istab yurgan aka-ukalarimizga shu videoni jo'natib qo'yamiz. Dastavkasiga o'ylanmaysizlar. Dastavkasi butun O'zbekiston bo'ylab bor. Vodiy bo'yicha besplatni voha tomonlarga kelishilgan holatda qilib berilaveradi. Jonivorda tutaylarni qaranglar. Tutaylari ham 4 joyda joylashgan. Ortiqchasi ham yo'q akalar. Uzun. Mana to'shlarni qaranglar akalar. Mana hamma joyga kelgan mol. Skant yo'qda. Tuxum ham qo'yaveradigan bo'lib ketgan. Hamma joyga kelgan jonivorlar akalar, ko'ringlar. Xo'p. Demak, sizlarni ko'p kuttirmagan holatda molimizni ma'lumotini berishlikni boshlayman. Bo'yi 1.25, 7 oydan o'tgan bo'g'oz 7 oylikka olaverasizlar akalar. 7 oydan o'tgan 7 oylikka olaverasizlar. Kurashchi 2 dona yangi chiqaribdi. Bo'yi 1.25. Yeb ichishiga, tani joni sog'ligiga garantiyasini beraman. Havodan yuqadigan kasalligiga garantiya yo'q, lekin yeb ichishiga, tani joni sog'ligiga garantiyasi bor. Xo'p, akalar, bu bo'yi 1.25 molimiz 7 oylik bo'g'ozni sizlar uchun 35 million kami xayri bor. Kami bor, 35 million kami bor. Kimdir kommentariyaga qimmat deb yozishi mumkin-da. Endi akalar, toza narsa qimmat bo'ladi, qimmatroq bo'ladi. Hammasi sifatiga qarab. 15 millionga ham, 20 millionga ham bo'g'oz mol bor. Kerak bo'lsa o'zimiz ham sotyapmiz. Hammasi sifatiga, holatiga qarab narx-navo qo'yiladi akalar. Molning sifatini qaranglar lekin. Kimga yoqsa aloqaga chiqaverasizlar. O'sha 95li 059 33 36. O'zi bo'yi 1.25, 1.27 asli. 1.25 plusiga olaverasizlar. Behijolat uylarga borganda o'lchab ham olaverasizlar akalar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarda, keyingi efirlarda diydor ko'rishguncha.